Nara Masha badugini taqdi degani, mukbang qiladi degani. Kecha garchi qaynonam bilan bodringli kimchi qilganmiz. Buni endi mazasini ko'ramiz. Bir kun turdi xolodilnikda. Qaynonam tayyorlashiga sразу yeb ko'rdilar, lekin men kutdim. Ataylab sizlarga ko'rsatishim uchun. Bismillah. Bodring rosa katta ekan. Qo'ldayman. Xolodilnikda bir kun turg'izib, keyin yasanglar boshqa mazali bo'lar ekan. Bodringli kimchi salatli ramen bilan juda ham mazali ketadi. Shunga bugun obedga salatli ramen pishirdim. Bodringli kimchini retseptini profilimga qo'yganman. Ko'rsanglar bo'ladi.